Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi qisqagina mavzu kamqonlikni davolash to'g'risida bo'ladi. Kamqonlik juda ko'p kuzatiladi, ayniqsa ayollarda ko'p kuzatiladi. Kamqonlikni asosiy davolaganda shifokorlarimiz, doktorlar yoki xalqda o'zi ham temir preparatlari, folat kislota, vitamin B12 va boshqa vitaminlarni qabul qiladi. Natijada 1-2 oy gemoglobin 10-20-25 ko'rsatkichi ko'tariladi, lekin taxminan 2-3 oyga borib yana oldingi 80-90-100 holatiga tushib qoladi. Bu holatda eng asosiy narsa nima? Tabobat nuqtai nazaridan sabablar 4 xil bo'ladi: moddiy sabablar, faol sabablar, ta'sir qiluvchi sabablar va yakunlovchi sabablar. Bu moddiy sabablarni tuzatyapmiz biz. Ya'ni material qismini tuzatyapmiz. Temirda ishlab chiqarilishi uchun kerak bo'ladigan qurilish materiallarini beryapmiz, vitaminlarni beryapmiz. Lekin yana faol sabablar bor. Bu sabablar materialni emas, ya'ni kishini modda almashinuv tezligini belgilab beradigan, mizojini belgilab beradigan yashash tarzi, bir kunda qiladigan harakatlarning miqdori, bir kunda qiladigan uyquni miqdori, harakatsizlikni miqdori mana bunga ham bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham kam yashash tarzida yashagan kishilar, ayollar mizojlari tabiiy sovuqroq bo'ladi va bular gipodinamiya, kam harakat holatda yashash natijasida bularning mizoji yana ham sovib ketadi. Ya'ni 90 gemoglobin bilan yashab turgan ayol yashash tarzi kam harakat, domda yashaydi, kirdi ham qo'lda yuvmaydi, mashinada yuvadi, biron joylarga yurish, umuman olganda harakatni umumiy miqdori ancha kamligini bilish mumkin. Demak, bu kishida o'sha 90 gemoglobin bu ayolda shu yashash tarziga mos holda shakllangan. Ya'ni bu kishini harakatlari davomida mushaklarga yetib boradigan, a'zolarga olib boradigan kislorodning miqdori 90 bo'lsa yetadi. Shuning uchun bu kishida shunaqa organizmning o'zi buni mana shu holatga muvozanatga olib kelgan. Endi buni biz moddiy taraflama, temir, folat, vitaminlar, B gruppalar berganimiz bilan yoki boshqa qo'shimcha kuchliroq ovqatlar berganimiz bilan bu biz faqat materialni moddiy sabablarini tiklashga harakat qilamiz. Lekin aslida buning sabablari kishini harakatidan ham kelib chiqadi. Bizni badanimiz doimiy o'zgarishda uchraydi. Bizni badanimizga qilgan umumiy harakatlarimiz ham qizdiruvchi ta'sir qiladi. Qanchalik ko'p bir kundagi harakatlarimiz summarniy holatda bizani modda almashinuv tezligimizni belgilab beradi. Modda almashinuvimiz tez bo'lgandan keyin buni ta'minlash uchun gemoglobin ham baland bo'ladi. Shuning uchun hozirgi asosiy anemiyalar ozgina ko'tariladi va yana eski holatga qaytib qoladi. Albatta tabobatda davolashda buni hisobga olib olinadi. Mana shunday kam qonlik holatlarida to'liq tuzalmoqchi bo'lsalaringiz, yashash tarzlaringizga juda katta e'tibor berishlaringiz kerak. Birinchi o'rinda badan tarbiyaga, keyin ovqatlanishga, uchinchi uyquni miqdoriga. Mana shuni o'zini mo'tadillashtirsangiz, dori-darmonlarsiz ham tuzalishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.